Korоче, kecha ko'chada yotgan va men uni kimdir qoqilib tushmasin deb uyga taklab kelgan toshimni bo'yantiramiz. Samonni qarang, oldin bolalar uyiga ikkita non ko'tarib kelsa, men bitta qop-qoragina tosh ko'tarib. Videoga qaytsam, birinchi bo'lib oddiy suyuqlik bilan yuvib olib, keyin mana bunaqa qoravoy emas, oppoqvoy degan penka bilan yaxshilab ishqalab yuvib oldim. Keyin bu qoravoy toshim yanada qorayib ketmasin deb mana bunaqa SPF degan kremchani yaxshilab quyib chaplab surkab tashladim. Bo'lganimdan so'ng yaxshi yashash undan ham yaxshi. Axir bu ham tosh-ku, bir massaj ko'rsin-da deb rolik bilan massaj qildim. Keyin bu Negroid qabilasiga mansub toshni yaxshilab oqartirish uchun tonalka bilan ham yaxshilab. Keyin bu toshvachchani qaytarib ko'chaga otib yuborsam, tonalkasi oqib ketmasin deb mana bunaqa pudra ham. Конечно же, nima yetmayapti? Qosh bilan kiprik yetmayapti. Bratanlar, albatta uni ham yopishtirib qo'ying. Keyin dinozavr davridan beri saqlanib kelayotgan mana bunaqa tenim bilan yaxshilab korreksiyalar bilan ko'zini ham bo'yab tashladim. Keyin bu bechara tosh burunsiz qolmasin deb kartoshkadek burun va g'unchagina lab qildim. Keyin bu toshni g'unchadaygina labini katta shpris bilan pok etib pishirib qo'ydim. G'umiyani qolib ketibdi-ku jo'ralar, g'umiyani ham yaxshilab surkab qo'ydim. Bo'ldi, hamma uyiga tepa to'yiga video tugadi. Obuna bo'lib qo'yinglar, paka.